bo'lmaydi deydi. Mushunda bo'lsa bula. Mana masalatlardagi 50 mo yaga. Mana bug'doyning shikin suyga. Mana xonti talga. Mana mushunda beryapmiz 2024-oyninki 18-kuni deyim bugun. 18 ga. Mana Qarmarvoy yeshil organik. Mana bunda o'rmey bulamdi. Manda üzüm bulamdi. Manda bug'doy bulamdi. Mana shikin suya bug'doyninki. Ha, dehqon qarindoshlar salom qilishni unutib ketdim. Hammangizning har vaqti go'zal bo'lsin. Men yanil deydig'im mana yeshil marvoyit. Qarg'utni mana shu dehqonchilikqa davomli ishlatishni tavsiya qilamiz. Marvoyit deb qo'yganini debdimi ismni bu o'tning. Ras bir yerini bilib ism qo'yibdi bu xahla juma. Banda ham birim bulamdi o'zimni. Bo'lqa qanaqani mo'yna qo'qalar bor deganda ketdi o'zimlar. Mana menta karma iwai silogdi ma lazi, xiaohula, qizi, nangha, hammasi de silogdi ma yema yaxshi. Do'stlar mana Qarmarvoytimiz mushu mana. Do'stlar mushu Qarmarvoyt deb markamiz mushu 3 xil yoziq yozilgan uning ustiga ma'vo R belgisi bu davlat e'tirof qilgan. Huquq bergan marka, mana bizniki. Mushu mal sotgan mushu markasini olayda diqqat qilsangiz bo'ldi. Yana birisi mushu xaltadan keyin tarafida, do'stlar. Va meniki telefon nomerim bor mushu. Mal sotgan mushu telefon nomeriga alayda diqqat qilsangiz bo'ldi. Soxta Qarmarvoytda meniki telefon nomerim yo'q. Mana haqiqiy Qarmarvoytda mushu. Bizniki meniki telefon nomerim bor. Uningda boshqa mushu üzümga munosabatli har qandaq dorilar hammasi to'shiq. Mana o'rnim shu qo'yansan Bulonmali Totko'chniki 30 metr janubida.